shuni aytmoqchimanki, qarzi, turmush o'rtog'imni pul qarz bo'ladi-da deb ayblab yoki kimlarnidir ayblashimiz bu bizni to'g'ri yo'lga olib bormaydi. Ishlaysiz-da, pulingizni ishlatib yuborasiz. O'ylab, o'ylamasdan unga olasiz, bunga olasiz, pulni qarzga, hamma narsaga, bir narsalarga olasizda, qarzingizni to'lashingiz kerak bo'lganda, menda shunaqa narsa bor ekanda, ong ostimda buni men tushunmasdan harakat qilar ekanman. Qarzim bor, undan, bundan man vaqti kelganda o'sha qarz to'lashim kerak bo'lganda yoki umuman menga pul kerak bo'lganda, ongim srazu programmalashtirilgan-ku. Endi kimdan qarz olib tursam ekan? Nima qilsam ekan? Qayerdan qarz olsam ekan? degan ong ostingiz o'zidan o'zi sizga diktovat qilib turadi. Chunki u sizda bor ekan. Sizni boshqa yangi предложениеңiz bo'lmagani uchun, sizda уже o'ylanasiz. Ana o'rtog'imda pul bor, mana o'rtog'imda pul bor yoki onamda bor. Davay men undan bundan so'rab ko'raman. Siz nima qilyapsiz? Уже Xudo bilan murojaat qilyapsiz. Xudo, sen menga pul bera olmaysan, lutchi men qarz olib turay. Tushunyapsizmi? Buni siz anglamasdan qilar ekansiz. Buni men tushunib yetganimdan keyin, mayli, men hozir buni masalan oladigan narsam bo'lsa, men aytaman, meni hozir pulim yo'qmi? Unda menga kerak emas bu narsa. Bu siz ham yashay olamanmi? Busiz ham yashay olaman. Qarz bo'lishni xohlamayman. Bundan keyin men qarzsiz, menga pullar o'zi kelishini xohlayman. Men osongina bu narsani ola olishim kerakligini xohlayman. Mana shunaqa qilib o'zimga har meni ongim qarz davay qidir deganda qidirayotganda o'zimni to'xtaturdim. Qarzim bo'lganda majbursiz, qarzingiz bor, nima qilishni bilmaysiz, qarz qidiryapsiz. Shunaqa bo'ldi. $100 oldimda bitta ayoldan. Buni bilasiz, olayotganingizda, voy jonim, asalim, men sizga mana shu pulni qaytarib beraman deysizda. Oldim. O'sha paytda olmasligini bilardim. Endi o'rganayotgan joyim edi. Olmasligimni ham bilardim, lekin olishim kerakligini, hozir menga kerakligini eski ongim uqtirib turgan payt edi. O'zlariga ham aytayapman-da, olmasligini bilaman, qarzni olish mumkin emas, lekin hozir menga shu kerak, chunki mana shu 1 oy, 2 oy ichida men sizga bemalol to'lab beraman. Yaxshilab diqqat bilan eshiting. Bu meni ongimda bo'layotgan narsa, bu sizning ham ongingizda, ayniqsa qarzga kirib kelayotganlarda bo'ladigan narsa. Bu kreditga ham bog'liq. Xullas, oldim pulni, uni to'lashi vaqti keldi. 1 oymi, hatto bemalol ishlatavering dedi menga. Bemalol ishlatavering dedi. 2 oymi o'tgandan keyin, men bemalol o'tiribman-da, chunki qarzni oldim. Chunki qarz olayotganda his qilib ko'ring-da. Xuddiki siz o'zingizni pulingizni olgandek his qilib olasizda, undan keyin qarzni to'lash kelayotgan paytda deyar ekansiz. Nimaga ham oldim o'sha paytda qarzni-da? O'zingiz ham tushunmaysiz shu anda, shu paytda. Kuzatsam o'zimni u ayolni yomon ko'rib ketyapman. Bo'lmasam eng zo'r ayol, eng zo'r o'rtog'im, eng zo'r opaxonim-da. Menga pulini bergin deganda jahlim chiqishni boshlayapti-da. So'rayapman. Keyinroq qilib bersam bo'ladimi? Voy, menga kerak edi-da, deb ular. Mana yaratuvchi siz bilan mana shu yerda to'g'rilab olishingiz uchun sinayotgan bo'ladi-da, imtihon qilayotgan. Pulim bersam bo'ladi. Men boshqa narsalarga qizg'an, o'sha narsalarimni olib keyin beraman. Bu narsa hech qachon tugamaydi. Tushunib qoldim-da, u ayolni yomon ko'ryapman. Xuddiki siz kreditni olganingizdan keyin kreditchilarga aytasiz, nimaga ham oldim, shuni olmasam bo'lar ekan, tushunyapsizmi? Ya'ni u ayolni yomonlashni boshlayapti ongim, yomon ko'rishni boshlayapti. Aytyapmanki, bir pas sabr qilib tursa bo'ladi-ku, uni уже oilasidagi pulini hisoblashga o'tib ketyapman-da. O'g'li bor, eri bor, menda ham bor, qizim bor, erim bor-da. U ko'rinmayapti-da. O'shalar bor, ularga pul kerak emas-da, menga pul kerak. Mana shunaqa darajada bu sizni xulosani yaxshi qila olmayotgan joyingizga kelayotgan bo'ladi-da. Kuzatdim. Men aytdim, yo'q, qarz olgan bo'lsam, men uni yomonlashim yoki unaqana qilishim kerak emas. O'zimni o'sha joyda kuzatib, o'zimga o'zim uqtirishni boshladim. Qarz bergani uchun minnatdorman. Albatta, u qarz menga kelsin, men qilib beraman. Qayerdan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu qarzni qilib beraman. Bo'ldi. Mana bu oxirgi qarzim bo'ladi. Bundan keyin oladigan har bitta narsamga naqd pul kelsin. Biz ongimizga mana shularni o'rgatishimiz kerak.